bemorimizni yo'qotib qo'ygan bo'lishimiz mumkin edi. Qabulimga 20 kundan beri qon ketishi bilan bir bemor kelgan, 5 ta farzandi bor va anamniz yig'ganimda anamizda hech qachon haysikli buzilmaganligini ta'kidladilar va miyamga keldi, sizda bashardan tashqari homiladorlik emasmikan degan xayol keldi. Bu bemorimiz boshqa shifokorda bachadonni tozalatib, strelkali dori ichib yurgan va shunga qaramasdan qon to'xtamagan. Biz bemorni ultratovush tekshiruvga olib bordik. Olib borganimizda qorin bo'shlig'ida ko'p miqdorda suyuqlik va o'ng tomonda bachadon tashqari homiladorlik aniqlandi. Biz bemorni tezkor ravishda operatsiyaga olishga qaror qilishimizga qaramasdan, ushbu ayolimiz emizikli bolalarni ovqatlantirib kelish uchun uyga ketishga ruxsat so'radilar. Biz qarshilik qilishimizga qaramasdan borib bolalarni ovqatlantirib keyin keldilar. Qorin bo'shlig'ini ochib ko'rganimizda qorinda ko'p miqdorda suyuqlik, bachadon tashqari homiladorlik aniqlandi, olib tashladik. Bu bemorimizda surunkali kamqonlik bo'lganligi sababli hushdan ketish holati kuzatilmagan, ya'ni 5 nafar farzandlari borligi va doimiy ravishda davolash muolajalari olmaganligi uchun bularda har doim surunkali kamqonlik kuzatilgan va shuni hisobiga organizmda adaptatsiya bo'lib, ko'p qon yo'qotishga qaramasdan bemorda hech qanday hushdan ketish holatlari kuzatilmagan. Xulosa qilib aytganda, ushbu ayolimizda surunkali kamqonlik hisobiga kasallikda bu ayolga unchalik belgi bermagan bo'lishi mumkin. Agarda shu bemor yana o'zini tekshirtirmay yurganida bu bemorimizni yo'qotib qo'ygan bo'lishimiz mumkin edi.